qilyapsan o'zi? Bolaning ichi kelmay qolsa, darrov dori berasanmi? To'xta, dorixonaga yugurma. Agar bolaning ichi qattiq bo'lsa, mana bu mayiz usulini sinab ko'r. Kechasi 4 ta mayizni suvga ivitib qo'y. Ertalab yaxshilab ezib, suvini bolaga ichir. Ichak yumshaydi, hammasi oson chiqib ketadi. Yana bitta narsa, bolaga quruq ovqat berma. Kasha yoki sutiga ozgina tabiiy sariyog' qo'shib ber. Bu ichakni yumshatishga yordam beradi. Sovuq suvni to'xtat, kun davomida oz-ozdan iliq suv ichirib tur. Shunda qorni yaxshi yuradi. Agar bola 1 yoshdan katta bo'lsa, unga turshak ber. Bu oddiy meva emas, ichni yuritishda juda kuchli yordam beradi. Rostini ayting onajonlar, bolangizning qorni og'risa siz nima berasiz? Dori berasizmi yoki uy sharoitida tuzatasizmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Farzandingiz sog'ligi uchun bizga obuna bo'ling.